Jasarjon, bilasizmi? Misol uchun, suvni siz qishloqlarga obyekt ko'chada orqali jo'natish kerak deb o'ylaysiz. Endi esa har doim yangi g'oya bo'ladi, yangi taklif. Umuman hamma o'zini ishini qilgani yaxshi. Ya'ni kim umumiy aytganimizda biz prezidentlik saylovi nima uchun o'tkaziladi? Deputatlar saylovi nima uchun o'tkaziladi? Va odamlar tomonidan saylovda g'olib chiqarganlar kimni vazifalariga tayinlaydi? Umuman insonlar uyida suv yoki gaz yoki elektr toki yoki yo'l bo'lishi uchun mahallasida ishidan qolib ko'chada suv evaziga ovoz yig'ib o'tirishi kerak emas. Bunday loyihani tub zamirida bir narsa borki, odamlarni bir-biriga qarshi, bir mahallaga qarshi o'zaro raqobatda kerak bo'lsa iqtisodiy bir resurs uchun talashish, kimdir bir mahallaga qiz bergan, kimdir kuyov uylantirgan. Umuman agar chetdan dushman kelsa, odamlar bir mahallasiga internet o'tishi yoki boshqa uchun dushmanlarga eshigini ochib beradi. Bunday loyihani ma'naviy kerak bo'lsa yoki siyosiy yoki geosiyosiy xalqimizga ziyoni bor deb o'ylayman. Umuman bunda taqsimlangan pullar ham to'g'ri nazorat qilinmaydi. Har bir bunday loyiha bo'lgandan keyin ham uni sifati bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi kerak. Komissiya buni sifatini o'rganib chiqishi kerak. Va shu komissiya uni ijtimoiy tarmoqlar va telekanallardan videolarni uzatib borish kerak va sifatiga javob berish kerak ertaga nimadir bo'lsa. Xullas kalom, bunda sarflangan pullar ham o'z manziliga yetib borayotgani va bu loyihani foydasidan zarari bu jamiyatimizga, davlatimizga, iste'molchilar va soliq to'lovchilarga, uy solig'i bo'ladimi, tadbirkorlik bo'ladimi, ziyon. Xullas shunaqa.